Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2026 yılı 1 ayının 10 günü şənbə. Mən Amerikanın Los Angeles şəhərində yaşaydigan Erkin Sıdıq. 2 haftada bir qatım qıvatqan naq meydan videosunu hazır başlayman. Ko'ringlardek mən hazır uyda emas, başqa bir yerdə. Aştaq boğaşqa bugungi videoni sal qisqaroq ishlayman. Nima ikkinchi telefonimni ekamaptiman, masalan, rasmlarni ko'rsatadigan. Aslında şunu bugün köşk koyduğum bazı resimler mübahtı, şunu işkin telefonu unutup kaptım ben. Şu bugün resim video göstermeymen, anından keyin programımız kısqaroq buludu. Ben sırtı boğaşqa tepsili çoğun cıqtayla kılamadım ben de. Aldırış ütüp atadı könülürüm. Nime aldı bilen təklif koyduğum birinci nərsə, İstanbul'da 20 siya degan faoliyatniki, maqalaniki qısqacha mazmunini tapşırış muddati Muş ayındaki ahırlaşıdı. 1 ayının 31 günü. Şundaqda yine 20 gündek vakit kaldı. 3 haftadan az vakit kaldı. Muşqa maqala tapşırışını oylayatqan qarindoshlar vaqtini çınaq tutup nimani maqalaning qisqacha mazmunini yoki abstraktni o'tib bersanlar. Men burun degandek biz maqalaning umumiy ahvolini qaraymiz. İstanbuldagi jurnalistiyani qilish qilmaslik ishini faqat bo'lmaganda kitap nima yig'ilgan bizga kelgan maqolani bir kitap qilib chiqaramiz yoki PDF shaklida to'rlab qo'yamiz. Shunga sizlarning emgiginglar zodi isrof bo'lib ketmaydi. Bu millat uchun ish qilishning bir yaxshi fursati bo'lsa, shu vaqtni chin tutsanglar. Bo'libmi 1 ayning 31 kundan qilib qolmasin. Qilib qolsa biz uchun qabul qilolmaymiz. Nurg'un tayyorlik ishlari bo'lg'achqa mushtaq vaqt planlab turib ish qilmasak aslida mo'ljalga vaqt ichida bu ishni tamomlamay qolamiz. Endi xabarlarda bor, bu ishni qilayotganlarning hammasiniki rasmiy xizmat va kishilar xuddi menga o'xshash bu ishni ishdan sirt qilamiz. Ashlar bo'g'ashqa bizda cheksiz vaqt yo'q. Buni ajratadigan vaqtni planlab turib qilmasak bo'lmaydi. Shu bir daqiqa. Andan keyin ikkinchisi o'tgan sizlarga tilga olgan hukmronlik va qarshilik degan maqolani video qilib uni Facebook'ga, YouTube'larga chiqarib qo'ydim. Uni video qilishda boshqa qarindoshlarimiz yordam berdi, albatta ovozga qilish, video qilishda. Uni anglab olmagan qarindoshlar anglab qo'yinglar. Andan keyin bizda bir 7-8 dak qarindoshimiz har oyda ozroqdan pul ya'ni qilayotgan. Bu ish davomlashyotdi. Yaqinda yana bir qancha qarindoshlarimizdan shu har oyda berayotgan pullar keldi. Bu qarindoshlarimizga ko'pdan ko'p rahmat. Bularning hammasi nomsiz qahramonlar. Nom chiqarish yoki u ishlarni qat'iy o'ylamaydi. Azroq bo'lsa millat uchun bir burchini ado qilsam deb bu ishlarni qilyotdi. Kishini bek ta'sirlantirdi. Bu qarindoshlarga ko'pdan ko'p rahmat. Oldingi 2 oy ichida Uyg'ur Project fondi bizga kelgan turlardan, iltimoslardan 4 yordam qildik. Buniki birisini sizlar bilsizlar, İzzeyse Elkin inimizniki yaqinda nashr qildigan kitobi Tutqundagi ruhlar degan kitob. Albatta uniki chiqimning hammini chiqarmadik, lekin bir qismini chiqardik. Biz shu o'zimizda bizga kelgan iyani pulga asosan ish qilgan bo'lg'achqa intan qattiq tutamiz pulni, qattiq planlaymiz. Shu bilan chiqib mangamiz. Yana 3 iltimosni tasdiqladik. U turlarda bitmadi, amaliyotda qilinib bo'lmadi. Qilinib bo'lgan joyda men shu videoda sizlarga uturliq deyman. Az pul bilan ko'p ish qilishga tirishyapmiz herhalde. Andan keyin Uyg'urlar uchun bir xush xabar. 2022 yilda Urumchida yuz bergan qabahatlik o't ofatidan keyin bir singlimizni, Kamila Vaytga singlimizni sanalaqi nima asabiylikni targ'ib qilding degan jinoyat bilan 3 yillik qamoq jazosiga olib ekan bu qizni. Yaqinda bu qizni qo'yib beribdi, 3 yillik vaqt tutishib qo'yib beribdi. Bu Uyg'urlar uchun bir xush xabar. 28 dekabr kuni qo'yib beribdi. Ondan keyin Uyg'urlarga oid yana bir xabar. Yaqinda Turkiyadan 42 kishilik Şinjanlik muhacirlar tuqqan yo'qlash umigi degan bir umid bizning vatanga beribdi. Videolar rasmlari qarasam asosan hammasi Uyg'urda qiladi.
42 kishilik mesela bir emek beripti. Bu Xitoylarniki bir taktikasi yumshoq kuch sohasida Uyg'urlarning ustidan yurgizgan jinoyatlarini yuyish, dunyoning ko'zini bo'yash, shu jihatda qilayotgan ishlariniki bir qismi bu. Bu ishlar davomlashyotdi. Bu tunji qatim emas. Turkiyadan ko'p qatim shunaqa o'maklarni olib bo'ldi Xitoylar. Bu ishni davomlashtirib o'tibdi hozir. Andan keyin hozir vatan haqida so'zlayapman. Yana bir vatan haqidagi yana bir mazmun Uyg'urlarniki bir qimmatli do'sti bor. Jini Bunin degan qarindishimiz. Qarindishimiz bu o'zi bir rus kishi. Lekin o'zining xizmatini tashlab Uyg'ur qirg'inchiligiga boshlagandan keyin Uyg'urlar uchun ish qilishga butun kunlik otlangan bu kishi nihoyatda iqtisodiy nachar ahvolda bu ishlarni davomlashtiryotdi. Bo'libmi vatanda turmushlangan, lagerlangan Uyg'urlarning xotirasini hujjatlashtirish, arxiv yasash, uni e'lon qilish misolida nurg'un ishni qilyotdi. Yaqinda o'zining Facebook'da bir narsani o'tirib qo'ydi bu kishi. U nima deganda, hozirgi Uyg'ur davosi, chet eldagi Uyg'ur davosi asosan chet eldagi Uyg'urlar haqida bo'lishga markazlashib qoldi deydi. Masalan, chegara atlab bostirish degandek ishlar. Lekin aslida diqqatni vatandagi turma lagerda yetayotgan Uyg'urlarga markazlashtirish kerak deydi. Haqiqatan hozir o'ylab qaraydigan bo'lsak, vatanda turma lagerda yetayotgan qarindoshlarniki gapini qiladigan ishlar bak oz hozir. Chet eldagilarniki ishlar ko'proq, andan keyin majburiy emgak degandek ishlar jiq. Lekin vatandagilar tashlanib qoldi biroz. Bu ish odamni ichindirdi. Shunga imkoniyati bor qarindoshlar mushu jihat ishlarniki muhimligini unutib qolmanglar. Bu aslida imkon bor vatandagilar haqida ish qilish kerakdi. Ular hozirmi do'zaxga o'xshash kunni kechiryotdi. Barga chiqarasınız bu. Üçüncü mazmun Xitoy haqida. Xitoyniki ahvolida burungi sizlarga deb kelayotgan ahvollarda cho'ng o'zgarish yo'q. Bu hozir davomlashyotdi. Yaqinda bir gap o'tirib chiqqan. Hindistonda bir bola bor. Abgiya Anan deydigan bir yosh bola, kichik bola. Bu bola yillardan buyon kelgusi haqida o'ziniki parazini o'tirib qo'yib kelyotdi yoki ramsayotdi. Kelgusi haqida ramsa olgan bir bola endi. Buniki narsani bek ko'p demaydim, bek muxolab ketmayman. Lekin men yaqinda degan bir narsa Uyg'urlar bilan munosabatlik bo'lib kelyotdi. Shunga buni deb qo'ydim. O bola deydi, bu yil 2026-yili Xitoyda bir qancha cho'ng ishlar yuz berdi deydi. Uning birisi 4-oy, 7-oylarda yuz beradigan ishlarning ichida Xitoyning g'arbiy shimoliy va sharqiy shimoliy rayonlarida cho'ng ishlar yuz berdi deydi. Endi g'arbiy shimoliy degani shu bizning vatanni ko'rsatyotdi. Sharqiy shimoliy qismi degani rayoni degani Xinjiang taraflarni ko'rsatyotdi mening farzimcha. Mushaq deyotdi. Demak bu bal deydi, shu bizning vatanda va Xinjiang taraflarda 4-7-oylarda cho'ng ishlar yuz berdi deb shunday deydi. Lekin bu balaniki deganlarning ichida andan keyin masalan Xi Jinpingniki yiqilishidek ishlarmi yuz berdi degan gaplarni o'tirish qilyotdi. Shunga buni deb qo'yay. Esinglarda bo'lsin, bu bir ramsalish, bu bola ramsalgan bola. Shunga buni ashtarada tushunsak bo'ladi. Biz bilan bak munosabat bo'lgan uchun deb qo'ydim. Xitoy haqidagi yana bir xabar, shu 1-oyniki 7-kuni Trumpni New York davri media shirkati
Trump bilan suhbat o'tkazdi, savol so'radi Trumpdan. O Venezueladagi o'zgarishlar bilan bog'lab turib, sizlarcha Tayvanda qanday bo'ldi, Tayvanga Xitoy qanday qiladi deganlar, Tayvanga qanday qaraysan degan savol so'rasa, Trump deydi, prezident Xi Jinping deydi. U Trump Xi Jinping desa, davomli prezident yoki yaqin do'stim degan gaplarni qo'shib deydi bo'lmasa. Nima prezident Xi Jinping Tayvanni Xitoyniki bir qismi deb o'ylaydi. U bu vaqtda nima qilish uning o'ziga bog'liq deb tushunadi. And that's up to him what he is going to what it's up to him what he is going to be doing deb tushunadi. Aynı vaqtida Uyg'urlarni qanday qilish sizning o'zingizning ishi deb Xi Jinpingga bizga kelgan kun ma'u Tayvan to'liq mashaqatda anadaki buni qo'shib dedi. Agar Xi Jinping hozirgi Tayvanning oldini o'zgartirgan mustaqil ishlardan birini qilsa, men intayin norozi bo'laman, very unhappy. Intayin norozi bo'laman deydi. Agar Xi Jinping Tayvanga bir ish qilsa, Trump intayin norozi bo'ldi ekan. Bu intayin eski signal dunyoga Tayvanliklarga berayotgan. Bu qadar taqattiq so'zlar ishlarni taqattiq qilib ba'zilarda ajoyib yomon ahvollarni paydo qilyapti dendi. Buning eng chong misoli biz Uyg'urlar. Endi 4-chi xabar bo'lganki, 4 mazmun deydigan dunyo ishlari to'g'riliq Venezuelaning ahvoli anonni ko'rdinglar. Venezuelaniki prezidenti bilan uning ayolini Amerika harbiy organlari Venezuelaga berib, ularniki turayotgan uydan tutib, hozir Amerikaga kelib uni sotga tortyapti. Bu nurg'un video rasmlari chiqib ketdi. Men sizlarga ozroqcha shuniki oxir ko'rinishini deb qo'yay dedim. Venezuela degan qanday bir davlat. Venezuelaniki neft zapisi dunyo bo'yicha birinchi o'rinda ekan. Saudiya Arabistondan yuqori. Saudiya Arabistonda ikkinchi, Venezuela birinchi o'rinda turadi ekan. Ondan keyin uniki neftniki spiti bek yaxshi ekan. Ashta bo'lg'achqa ikkinchi dunyo urushidan keyin Venezuela shu Amerika qatorliq g'arb ellarniki cho'ng neft shirkatlarini jalb qildigan mablag' solish fursatini yaratib ekan bular. Yaratib ekan masalanga u chaqda bu Venezuelaniki o'tirib qo'ygan yurgizgan siyosati sizlar bizga topgan foydanglardan faqat 17% dak bizga bu da 17% bizga bersanlar bo'ldi, qolganlarning hammasini o'zinglarga qoladi. Andan keyin bu siyosatni biz 50 yilgacha o'zgartmaymiz degandek gaplar bilan cho'ng shirkatlarni Exxon, Gulf Oil, Shell degan boshqa shirkatlarni jalb qilgan ekan. Bu shirkatlar berib Venezuelada cho'ng neft bazasi yasabdi. Venezuela yolg'iz zavodlar emas, yo'l, ko'rik degan boshqa nurg'un narsalarni yasatqizibdi bularga. Qanday qilsanglar mayli biz foydani istaylik birimiz deb. Qilgandan keyin bu ishlarni toza qilibdi. Qilib ondan keyin bu ishlar 43-yillari boshlanibdi. Shu nimaniki ikkinchi dunyo urushi oxirlashay degan vaqtlarda. Ashta boshlanib 48-yilga kelgan chog'da bu siyosatni o'zgartirib ular 50 yil o'zgarmaydi degan narsani o'zgartirib xuddi Xitoy o'xshashlam. Dushanbemi Tayvan Hong Kongniki tuzumi kam deganda 50 yil o'zgartmaydi. Agar biz o'zgartib qolsak, sizlar hamma birlashib bizning hokimiyatimizni o'rgatinglar degan Dushanbem. Bir donliq gapi bor buniki. Ammo Xi Jinping degan jallod 23 yilda emas, 23 yilda kelib o'zgartiryapti uni. Mana Venezuelami 48-yilga kelgan chog'da aslidagi 16-17% foydani hukumatga topshirishni 50% ga o'zgartirdi. 50% yerimda o'lishimiz deb. Uni o'zgartirib, andan keyin 1976 yilga kelgan chog'da
Venezuela yine bu siyasetini yeni özgertip bütün nefit şirketlerini devlet ilgilideki karxanalar qilmaymiz deb şirketlarning narsasini musodirlik qilibdi bular. Qilib o'ziniki bir narsalar qilyapti. Qilib bundan keyin bu jihatda endi xalqaro sotlarga berib ro'yishlar bo'lib, xalqaro sotdan Venezuela xalqaro sotga o'ttiribdi. Venezuelaga sen shu neft shirkatlarniki mulkini qaytarsan degandek bir hukmlarni chiqaribdi. Lekin uni unchalarni bo'ysungan bo'libdi. Meniki tushunishimcha, uni uncha bo'ysunmay bu shirkatlarga yana nima har bir ton mayga bir 15-20 sentek pulni sizlarga beramiz degandek ashula qilib yurib ularni biroz tutib ketibdi ekan. Bu 2007 yili Hugo Chavez chiqqandan keyin nima bu cho'ng tipdagi san'atlarni yeni hukumatga o'tkazib olib, ashundan hozir bu Amerikaniki Exxon Mobil, ConocoPhillips degandek shirkatlarga intayin cho'ng ziyon yetibdi bular. Endi xalqaro sotdan bu shirkatlarga hukm qilgan to'lamlar milliard dollar doirasida to'lamni to'laysan debdi. Lekin bu pullarni to'lamayapti bular. Ashuna qilib Amerika va G'arbning boshqa ba'zi shirkatlaridan cho'ng ziyon tortib ketdi. Venezuelada Venezuela ashuna bir davlatga aylanib, undan boshqa Venezuela Xitoy, Rossiya, Iran bilan birlashib, ondan apyun zavodlarini qurib Venezuelaning o'zida bu apyunlarni, zarar chekimlarni Amerikaga to'shib, ashundan har yili necha 10 mingdan 100 mingchilik Amerika xalqining ulushiga sabab bo'lib kelyotdi. Ashuna bo'lg'achqa bu kimni bu qadimki Venezuelada bo'lgan bu ish, uniki boshlig'ini tutish ishi, buni bir terrorist deb atab turib tutdi. Bu harbiy tajovuzlik ishi emas, yoki hukumatni almashtirish ishi emas hozir. Ashuna bo'lg'achqa bu ishlar yuz bergandan keyin Maduro tutilib bo'lgandan keyin yuz bergandan keyin Amerika Venezuela hukumatiga kim chiqadi degan ishda intayin ehtiyotchan bo'lyotdi. Bir odamni sen chiqqin demidi, asosan shu xalqqa qo'yib turib, sirtni kuzatib degandek bir ishlarni qilyotdi. Bu ishlar taraqqiyot yana keyin qanday yerga bordi o'qimaymiz. Ishqilib bu davlatning o'zi Xitoy, Rossiya, Iran, Venezuela, Kuba, Shimoliy Koreya, mushu qatardagi davlatlar Xitoyning intayin yaqin do'sti. Xitoyning musogan 60 milliard dollardek mablag' bor ekan Venezuelada. Bu hozir hamda bu pulni nereden topadi, qaytara olmaslik mumkin degan gaplar bor. Mashtaashlar bo'lyotdi. Shunga men oq ko'rinishni sizlarga ozroq deb qo'ydim. Ana yana bir ish Ironda qo'zg'olon bo'lyotdi. Eng yaqin xabarda 31 shaharga kengaydi bu. Tehronda nayt eg'ir, unda ikkinchi cho'ng shaharda nayt eg'ir. Ikkinchi cho'ng shaharning ismini yozib olmabman menga. İkinci çoğun şehir asasen nima ekan islom markazi, diniy markazdek bir yer ekan. U yerda hozir intan ko'p kishilar namoyishga chiqib, qizlar, ayollar hijoblarini silib, ko'ydirib ko'chalarda ashtaashlarni qilyotdi. Endi mushqatim İran o'zini o'shalamda yo'q degan ishlarni toz bo'g'ila olmaydi. Hukumat bostirishga tirishyapti, lekin bostirib bo'lolmadi hozirga qadar. Andan Trump nayt eg'ir tahdid qilyapti. Agar sen namoyish chiqqan xalqlarni bostirsan, biz olishimiz deb. Biz advingni birimiz deb. Nayt eg'ir advingni birimiz deb ashta biroz propoz qilyapti Trump. Lekin hozircha Amerikaniki harbiysi Ironda bir ish qilganligi haqida bir narsa anglamadim. Isroiliya aktiv hali hozir. Nima Iron necha kunning oldida bütün internet torunu üzvetti İran hükümeti İran'daki bütün internet torlarını üzvetti. Üzvetgendeki Amerika'daki Elon Musk özününki yıldızlar toru degene bir yıldızlar degene sünni emralar. Onunki neçe 10 bin sünni emrası var yaşayanı korşap duruyatkan. Şu haberleşik işletilgan. Elon Musk şu sünni emralarını İran'a içipedi internetini.
Andan keyin nima İsrailiyaniki adamları İran'a kirib, şu Sünni Emraniki signallarını qıldıgan qubulluğuç taqitib bu. Bular. Aşağı qilib жүріп, hazır İrandaki bu vatqan işlerini kişilerini sırf taqitib atıdı. Resmi internet işlemeyidi, lekin Elon Musk'niki yıldızlatörü, aniki İsrailiyaniki yerde taqitib atqan qubulluğuç maşınla birlikte hazır İran'ın bu vatqan işlerini dünya körüp turib atıdı. Andi İran'ı acayip çoğun işler bulup ketdi İran'da. 1925 yıldan 1945 yılgachilik Rıza Şah ve onunki çoğun oğlu Muhammed Rıza Şah ikisi padişah bulup İran'ı başqurgan. Adime Rıza Şah 1925 yıldan 41 yılgachilik, onunki Muhammed Rıza Şah 41 yıldan 79 yılgachilik İran'ı başqurgan. Bu çağda İran'daki biraz dinsizroq davlat, dinsizlik nima islohotlarni olib berib, ko'p qurilmalarni yasab, mahoratni yaxshi qilib, ayollarniki huquqini egiz ko'tarib degandek İran'ni yaxshi mo'ndirib ekan bular. Andan keyin ammo bu işlerde özgürlük bulup 1979 yılı yıkın kelgen çağda biraz özgürlük bulup 79 yılı Şah karşı, Şahniki hükümeti karşı keng ko'lamlik 78-79 yılı keng ko'lamlik namoyishlar yüz berib, şunun bilan Şah chetga ketishga majbur bo'lgan 1979 yılı 1 ayda. Andan keyin 2 ayda Ayatollah Xumeyni qaytib kelib İslamik Cumhuriyetini kurgan. 1979 yıldan 89 yılgachilik şu Xumeyni'ninki devri bo'ldi. Uçakta İslamik kanunu yol koydu. 79-81 yılları Amerika konsolosluğunun adamlarını sulhlaştırıp yüz berdi. Andan keyin 80 yıldan 88 yılgachilik 8 yıl İran-Irak urushları yüz berdi. Ondan keyin Supreme Leader deydi. Şia dinindeki dereceden taşkı lideri yoki rahbari niki tuzumni yo'l qo'yib, bir adam eng ustida turadigan hukumatniki ashta bir narsa yo'l qo'yilgan. 88 yıldan keyin 89 yıldan 21 yılgachilik İran'da neçe qitim prezidentlar almıştı. İki narsa var, rahbarlardan iki çoğun rahbar var. Birisi Supreme Leader, rahbar, Şia rahbari. Yani birisi prezident. İran'da prezidentniki hukuk unçlar çoğun emas. Onu şu dini rahbar kontrol kılılan aşağı şekillendi. Şu boyunca mağdı. Bu namoyish narsalarni to'xtamay 2022 yıldan 25 yılgachilik aniki o'tgan yil İsraildan İranniki urushlari bo'ldi. Onun xabarlar bor. Amerika berib İranniki yadro qurilmalarini portlatdi. Ashta yuz berdi. Anda bu yerga cho'ng bir ish xalqlarniki noroziligini qo'zg'agan eng cho'ng ishlarniki birisi erkinlikdan boshqa iqtisod. İran'da pul pahalılığı intayin eğri bo'lib ketdi. Sizlarga men bir sonni misol qilib ko'rsatib qo'yay. Neminiki amonlarniki Türkiye lirasiniki dollarga bo'lgan pul qiymatini biroz bilasizlar. 2025 yil 1 ayda dollar bilan Türk lirasiniki almashtirish nispeti 35,5 lira ekan. 1 dollar 35,5 lira. Hazır 43 liradan aştı. Aştaqda üsşi 10 liraga mı bormaydi. Azroq o'sdi, lekin 10 liraga yaqin 8 liradak o'sib turma o bir yil ichida. Endi İran'daki puli riyalga kelsak, 2025 yılı 1 ayda riyalniki Amerika dollar bilan almashtirish nispeti
1 dollar 817.500 riyal ekan. 1 dollar 817.500 riyal. O'tgan yil 1-oyda. Hozir bo'lsa, uniki erkin bozordagi bahası. Erkin bozordagi bahası. Hukumatda boshqa narsalarni deydi ekan, lekin erkin bozordagi bahası ishlar ekan. Hozir bo'lsa 1 dollar 1.450.000dan 1.470.000gacha. Aştaq riyalga o'sib ketibdi nima. Pul pahalılığı aşırı derecede berib ketibdi. Bu qadimki İran'daki qo'zilib ketishidagi asosiy sabablarning birisi shu iqtisod, mush ahvolandi. Shuni bularni sayda qildim. Shunda qilib bugun so'zlagan mazmun shuni oxirlashdi. Kechikkan bo'lsa-mu, yangi yilingizga muborak bo'lsin. Bugun chislar 10 bo'ldi. Sirtib qolganim uchun bugun sizlarga boshqa rasm videolarni ko'rsatmadim. Bir qism o'tib ketgan rasm videolarni men haqiqatan to'liqlab ko'rsatdim sizlarga. Shu haqiqatan ko'rish omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.